Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Ushbu ko'rib turgan obyektimizda to'sin qismlarini konteyner mahsulotning so'mkasini qilib berdik. Xudo xohlasa sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videomiz davomida like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu ko'rinishdagi konteyner mahsuloti profildan foydalanib bu uyda to'sin qismini so'mkasini qilib berdik. Xudo xohlasa loy, tom, patrovot behijoat ko'tarib turaveradi. Doğrusu bu ikinci etajımız. Bu yerden ponni konteyner mahsulot profildan foydalanib to'sin qismini so'mkasini qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Past birinchi etaj, ikkinchi etaj. Doğrusu aytganimdek loy, tom, patrovot behijoat so'mka holatini ko'tarib turaveradi. Tepasi reykasi esa konteyner o'zining kapalagidan foydalanganmiz. Qiziqqanlar Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Bizni ma'zur ko'pchilik so'raydi. Shu sababdan videomiz davomida eslatib o'tyapmiz. 1 metr necha puldan tushadi degan savollar uchun metr 120 ming so'mdan. Albatta, narx-navo o'zgarib turadi vaqti bilan. Uyimizni ko'rishingiz mumkin. O'ta hashamatli chiqqan, yo'lda bo'yda joylashgan, Rishton tumanida. Ponni so'mkasini qildik. Xudo xohlasa usta akamizdi, katta usta. Konteynerda kapalagidan foydalanganmiz reykasiga. Kanalimizga qot qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.